Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana har doimgidek aviakassa Dasturxon nasib bo'lsa, Sankt-Peterburgdan Toshkent va Farg'ona yo'nalishi bo'yicha 79, 80, 81, 82 stoykalarda registratsiya jarayonlari ketyapti. Akamizda dokumentlar yo'q edi, chiroyli qilib o'tkazib oldik. Aziz do'stlar, tanlovda adashmang, aviakassa Dasturxon qo'ldan kelgancha sizga yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz. Faqatgina siz telefonlashgan holatda ogohlantirib kelishingizni tavsiya qilaman. Hozir esa akamizni o'zidan so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Taassurotlar qanday? Hech qanday muammo yo'qmi? Chiroyli qilib o'tkazib olding. Kimgadir qanchadir pul berdingizmi? Hech kimga hech qanday pul bermadingizmi? Aviakassa Dasturxon tavsiya qilasizmi? Qanchadan beri kuzatib kelasiz aviakassa Dasturxon? 1 yilcha bo'ldi. 1 yilcha bo'ldi. O'sha Telegramda aytilgan gaplar hammasi rostmi ekan? O'zlari kutib olishib, hech kimga hech qanday pul bermadingiz-a? Aziz do'stlar, tanlovda adashmang, aviakassa Dasturxon nasib bo'lsa, faqatgina telefonlashgan holatda kelasiz. Akamiz Tojikiston fuqarosi. Katta summa olib kelmang, iltimos, aviakassa Dasturxon.